Alo, Kene. Labbay Farahod. Ha, yaxshimisiz? Bola ovqatlandimi? Ha, ovqatlarini yedik. Darslarni qildik. Xullas, men hozir yana bitta majlisga ketyapman, kech kelaman. Iltimos, bolani cho'miltirib qo'ying, ertaga maktabga boradi-yu. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xotiravering. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Azar. Kene. Voy, Rustamjon, men Iforaxon kelibdilar deb o'ylabman. Keling. Kelmadimi hali? Yo'q. Bugun ishda ozgina ushlanib qolar ekan. Ovqat yeysizmi? Ishtaham yo'q. Temur uxladimi? Ha, cho'miltirib xatib qo'ydim. Rahmat, Kene.